Broneplyonga, parogga nima qilish kerak? Yangi olingandan sizlarga ko'rsataman. Yaxshilab ko'rsat, qaranglar qanaqa chiziqlar. Hozir Broneplyonga bo'lgandan keyin bitta ko'rasizlar. Tayyor qilib kesib olganmiz. Xo'p, videoda oxirigacha ko'ringlar. O'zi tayyorlab olganmiz. Xo'p, yuvib tayyorlab. Xo'p, endi bismillah. Bismillah. Mana. Qaranglar. Mana asnada mana shu joyda qirilib ketadi, ko'rasizlar. Xo'p. Yaqinroq ko'rsat, ko'rinyaptimi? Xo'p. Mana. Inshaalloh. Qaranglar, kuzovni olib ketadi. Ko'rasizlarmi? Kuzov bilan qani? Farqini, bleskini. Xo'p, kunduz yana ham yaxshi bilinadi. Hozir qani. Xo'p, endi. Bunaqasiga. Ko'ryaptimi Bobur? Mana xudo xolasa pashti ortiqcha joyni hozir kesib tashlaymiz. Bu havo sovuq. Hali zo'r yo'q ko'rgan yo'q. Laptopni berganlaring. Xo'p, mana nima uchun Broneplyonga yopishtiriladi? Ko'ryapsizlarmi? Solishtirib. Mana qaranglar. Broneplyonka bleskini ko'rasizlarmi? Mana yaxshiroq ko'rsalang bo'ladi, qaranglar. Xullas, Broneplyonga qirilmaydi, mana shunday joylar doim qirilib ketadi. Yangi mashina обязательно parogiga yoki polni kuzovga qildirishlaring kerak akalar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa tayyor. Endi ortiqcha joylarni kesib tashlaymiz, efirlab desak bo'ldi.